Lazım teorik dersimiz hoş gelipsiz. Bu qitim qilib bizniki 12-ci qismlıq dərsimiz. Bu qismimizdə biz advanced assertion, yəni ali aniqlash ninki strateji üstüdə toxtalımız. Biz aldığın qitimliqda ali aniqlash, yəni advanced assertion öyrənген, yəni XPath match. Bu qitim bir qancha strategiya öyrənimiz. Təssüt, yəni dövlət deb qoyğan təssütni. Biz şu hierarchy, yani dərəcəni bilmamsak olmaydı. Ən çoğunqanda project, bu project country. Ondan keyin bir bundan bir kichkina xususdan bir test qurib olgan. Ondan keyin testdan keyin bor, test case bor. 3 test case qurdik. Har bir test case ning bor. Birdan test step bor. Biz shu mashqning XPath matchni qilgan hamda bilgan. Uchinchisidan keyin tekrar sifatida qilib o'taylik. Country or code. Turkey'ninki. Turkey'nin ISO code Türkiye'nin qanda? TR. Şunaqa. Hamda biz buni ISO code qarashda nima XPath match, add assertion, XPath match, ali advanced assertion bu. Mush Turkey'nin response'da qanda mush TR bar mush line mush qurda cho'qim TR bar degani aniqlaymiz. Hali bilan qanday qildik? Declare qilib o'tib. Buning tugun, yani node nima buningdiki? M shunami? M mana qarasanglar M. Node ni topamiz. Node ni qanday qilib to'qsanglar double slash 2 yantu siziq M. Mushu M bilan boshlangan qana birinchisi ma o'q tugun. Country ISO code response. Onun kichikcha country ISO code shunaqa single slash, ya'ni yolg'iz yantu siziq tugun M country ISO code result. Mushuning nemisini bilish kerak, TR bilish kerak. Testni bassak mı buldu? Matches shunami? Keyin save. O'tdi mana. Topaldi shunaqa. Endi biz o'rganmoqchi bo'lgan bir qancha strategiyalar bor. Masalan, ba'zi vaqtda bu biz ishlatgan project, ya'ni ochiqchilar sonliq ma'lumotlarni vaqtida almashtirmaslik yoki ba'zi bir bug, ba'zi bir xatolik tufaylidan normal ishlamasligi mumkin. Biz u vaqt qanday qilamiz? Ya'ni shu bizning maqsadimiz shuni sinash. Muvaffaqiyatli bo'ladimi, bo'lmadimi? Masalan, ba'zi davlatlar to'xtamay poytaxt almashtiradigan. Masalan, bir misolga olsak, Qozog'istonni olaylik. Qozog'istonning poytaxti Astana shunami? Yo'q, hozir Nur-Sulton. Balkim bu project uni o'zgartmagan bo'lishi mumkin. Kazakhstan deymi inglizcha? Kazakhstan. KS degan qisqartirilmish shunami? Ma fail bo'lib ketdi, chunki biz ma'noga TR qilib qo'ygan, endi Qozog'iston bo'lgan ekan. Hozir biz hamma manual qilyapmiz, qo'limizdan qilyapmiz. Keyin mush qismimizning davomida mushni optimatlashtirishni o'rganamiz. Qo'limizdan qilish ketmaydi. Optimatlashtirib o'tamiz. Chunki har qitim yangidan bir davlat kirgizsak, yangi almashib turdi. Anlaşıldı. Ma'ni qanday? Chunki ma'ning qiymatini KZ Qozog'iston bo'lg'achqa. Buni davlat qarab boqaylik-da. Capital test case, mas'ud test case qarsak. Capital. Bunun KS bu qisqartirilmasi. Hamda angle assertionimiz berib olamiz. Biz bilamiz chunki bunun assertionini bo'lish kerak. To'xtanglar. Biz assertion berib qo'ygan buningga. Containsni qanday Anqara degan. Qozog'istonning cho'qim nima bo'lish kerak? Nur-Sulton. Nur-Sultonga. Agar mush Nur-Sulton bo'lmasa, bu fail bo'lib ketadi bu. Bir xatolik bor degan gap. Mang'izdoq fail bo'lib ketdi. Chunki texicha Almatayni o'zgartmabdi. Mush o'zgartgich biz endi buni kimga? Shu ya o'zimiz o'zgartamiz yoki agar sonliq ma'lumot amrini bersa, database'imizni o'zgartamiz, bo'lmasa yetkazib qo'yamiz. Mushunda xatolik bor ekan deb.
Mesela bir qanchasi fail bo'lib ketibdi, chunki mana nima bo'lish kerak? Almatay shunami? Almatay bo'libdi-da. Ma vaqt 350 nechilik ketibdi? 440 ketibdi biz buni. Asta ya'ni 440 millisekund ketibdi, biz 500 millisekund qilib qo'ydik. O'tdi. XPS mi qana? Chunki biz meni Anqara qilib qo'ygan men Turkiyaniki. Oldin qitim Turkiyani qilib Almatay. Endi o'tdi shunami? Endi biz bu XPS qanda bir qancha strategiya bor. Bunun birinchisi biz ba'zi vaqtda qanda mushu tugunlar, mush nodlar qanda ba'zida bormi yo'qmi ma'g'u oddiy qismi. Ba'zida developerlar yozishni unutib qoldi buni. Shuning boyoqligini qani bir jazmlashtirib bo'lmasa, uni ba'zida test qilaversak, mesela ma 2 lam, ba'zi 10 nechisi uchraydi. Shuning uchun bir scan bo'lib qolsa qanda bu mangmaydi bu. Shuni boyoqligini jazmlashtirib olsa qanda, dalmish XPath meshdan jazmlashtirib olamiz. Ya'ni declare qilib bizning jazmlashtirmoqchi o'g'limiz qaysi? Capital CT result shunaqa. Birinchisi qanda capital CT result m capital CT result. Mushning boyoqligini qanday jazmlashtiramiz desanglar? XPath'ninki bir muhim funksiyasi exist. Mavjud bo'lmoq degan gap inglizchadagi. True. Mushning exist bo'lishi, mavjud bo'lishi to'g'ri bo'lsa qanda o'tadi, xato bo'lsa o'tmaydi. Demak, bor ekan shunaqa. Mana bu. Chunki birinchisiga har qanday qanda double slash qo'shgan to'siq bilan boshlaymiz. Har qancha ma keyingi bala tugun bo'lsa-mu, ma'ni jazmlashtirsak qanda, ma'ni yozib true qilsak qanda o'tadi. Bu birinchi funksiyasi. Undan keyin yana birisi, biz yana bir o'rgandig'imiz emas. Ba'zi vaqtda bir davlatning qancha poytaxti bo'ldi? Odat bir lan poytaxt bo'ldi-ku. Shunga ma'nodan bir silan bo'lish kerak. Ma tugundan shunaqa bir silan bo'lish kerak. Ammo ba'zi vaqt xatolikqa yuz berib, ikkini kirgizib qo'ydimi, qo'ymadimi? Chunki bu ko'pincha ahvol ostida ba'zilik username, ba'zi ismlar ko'pincha takrorlanib ketadi. Shuni tekshirish uchun qana biz yana ikkinchisi shu ismni tekshirish uchun declare qilib yani double slash m mushiningki qanday count sanamaq bo'ldi. Sanamaq maqtim funksiyasi o'rganilgan. Bir bo'lsa, cho'qim birdan ortiqroq ketmaslik kerak. Demak, bir lamga shunami? O'tdi degan gap. Ikki ko'p ketib qolsa, poytaxtdan ikki ko'p ketib qoldi shunami? Capital City'dan. Hamda yana birisi eng oxirgi o'rganmoqchi o'g'limiz bu. Mush XPath meshdan o'q tugunni boshlaylik. Masalan, m capital city response. Biz mush nimani bilmasak, davomini select from current bassaq chiqarib turadi. O'zi chiqarib turadi ma response ni. Yoki biz bola tugunni mezib qana select from current qilsak o'zi chiqarib turadi Almatay result ni. Bu bir ortiqchiligi. Hamda bir muhim ya. Biz wild card deb bir nima, allow wild card. Ba'zida masalan mush
Davlatning nomini, ISO kodini o'zgarsak, mana o'zgaradi shundaymi? O'zgaraverdi. Biz shuni o'xshash qilmoqchi bo'lsak, biz allow wildcard qilib, wildcard nima? Shu yulduz belgisini wildcard deydi. Belgilab qo'ysak, bu o'taverdi bu. Masalan, mana men tr qilib qo'ysam, boshlasangiz nurg'ulir fail bo'lib ketadi, lekin mush eng oxir 3-chi fail bo'lmaydi. Mana. Chunki ma wildcard. Agar wildcard qilsam, Almatay deb ma fail bo'lib ketdi. Hozir meninkida 2 fail bo'lib ketdi, birisi contains. Chunki ma Almatay emas, Anqara o'zgartirdik. Ma bu nima bo'ldi? Ma Almatay emas, Anqara demoqchi. Bugungi darsimiz mushagicha. Tushungan bo'lsa, aslo ingliz shakl so'rasam bo'ldi. Rahmat.